Diqqat, hozirgina e'lon qilindi. Assalomu alaykum aziz tomoshabin, tezkor xabar va yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostiga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bugun kunduzi Buxoro va Navoiy viloyatlarida, ertalab Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida ba'zi joylarda biroz yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida kechga tomon yomg'ir yog'ishi mumkin. Respublikaning qolgan hududlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-15 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat 8-13 daraja iliq bo'ladi. Poytaxtimizda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 11-13 daraja iliq bo'ladi. Tog'li hududlarda kechga tomon ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Tuman tushishi mumkin. Qor ko'chish xavfi bor. Shamol 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 2-7 daraja iliq bo'ladi.